Bu videoda eng qiziq bo'lim, ya'ni takliflar bo'limi, barcha tenderlar amalga oshiriladigan qism haqida gaplashib o'tamiz. Takliflar bo'limi bu bo'limning vazifasi birjada qabul qilgan, ya'ni hamma platformalar orqali qabul qilgan takliflaringizni bitta joyda umumlashtirilgan holda yig'ib berish. Ya'ni sizga tenderlarni oson va tez tahlil qilishingizga yordam berish. Bu nima? Buni yana ham batafsil tushuntiraman. Masalan, bizda mana bu joyda поступивший предложение bor. Bu UzXda, xarid UzXda ko'rishingiz mumkin. Ro'yxat shaklida, ya'ni tablitsa, jadval shaklida chiqadi. Bu joyda siz rasmini yoki xarakteristikasini ko'rishingiz uchun mana shu lotni ichiga kirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Har birining ichiga bu joyda esa avtopilotda shu rasmi o'zi ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Texnik parametrlari, tovar markasi, narxlari, boshlang'ich narxlari hammasi qulay shaklda kartochka shaklida qo'yilgan bo'ladi. Bu sizga oson va tez tahlil qilishingizga yordam beradi. Bu joyda lot raqami bor. Agarda shu lot raqamini ustiga bosadigan bo'lsangiz, o'sha lotning sahifasiga o'tib ketasiz va soni hamda o'lchov birligi, narxlari demping narxiga keladigan bo'lsa, bu shunaqangi narxki, bu boshlang'ich narxning 20% tashkil qiladigan narx. Ya'ni agarda siz shu narxdan past narx beradigan bo'lsangiz, sizdan kattaroq garov summasi ushlanadi. Aytaylik, mana shu tovarni boshlang'ich narxi 2.400.000 so'm. Siz agar 1.920.000 dan past narx bersangiz, ya'ni 1.900.000 bersangiz ham oradagi 500.000 farqiga garov summasi to'lashingiz kerak bo'ladi. Agarda 1.920.000 dan yuqori narx beradigan bo'lsangiz, 3% gina garov summasi, ya'ni 2.400.000 dan taxminan 72.000 so'm chiqadi. Mana shuni oddiy hisoblab qo'yish uchun qilingan. Texnik parametrlarni ko'rish mumkin va mana bu joyda yutilgan narxlarni ko'rishingiz mumkin. Bu joydan siz mana shu mahsulotni qaysi korxona qancha narxga yutganligini, qaysi lot bo'yicha yutganligini ko'rib turishingiz mumkin hammasini va qachon yutganini ham ko'rishingiz mumkin. Eng oxirgi ma'lumotlar eng boshida chiqarib beriladi. Shuningdek, 50-60% qismida shu lotning buyurtmachisi kimligini ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Masalan, mana bu lotning buyurtmachisini Chortoq tumani hokimligi qilib ko'rsatmoqda. Va bu joyda qancha vaqt qolganligi yetkazib berish, ya'ni lotni tugash vaqtiga qancha vaqt qolganligi mana bu joyda yetkazib berish manzili Namangan viloyati ko'rsatilmoqda. Shuningdek, tugagan lotlar mana bu yangilash sahifasini bosganingizda o'zi avtomatik tarzda orqaga o'tib ketadi. Ya'ni sizda bitta refresh yangilashni bosish orqali aktiv eng birinchi tugaydiganlar eng birinchiga qo'yilib qoladi. Bu sizga tenderlar o'sha eng birinchi tugaydigan aktuallarni birinchi bo'lib tahlil qilib olish va tenderni o'tkazib yubormaslik imkoniyatini beradi. Shu joy o'zidan narx berishingiz mumkin. Narx yuborishni bossangiz narx beriladi. Shuningdek, mana bu yuqori qismda filtr bor. Birjalar bo'yicha filtr qilsangiz bo'ladi. Minimum summa, maksimum summa bo'yicha yoki mana bu joyga tovar nomini yozadigan bo'lsangiz, tovar nomi bo'yicha filtrlashingiz mumkin. Va yetkazib berish viloyatlari bo'yicha ham yoki mana bu joydan birorta buyurtmachini INN raqamini kiritib qo'yib filtr berish mumkin yoki mana bu joydan kategoriyalardan o'ziga kerakli bo'lgan kategoriyalarni qo'shib turib, faqatgina shu kategoriyalarga tegishli bo'lgan takliflarni ko'rib chiqishingiz ham mumkin. Bu bo'limning yana bir afzalligi shundaki, masalan, siz birinchi sahifada turibsiz. Agar pastga tushib, mana ko'rib chiqdingiz hamma tenderlar birinchi sahifadagilar. Endi ikkinchi sahifaga o'tsangiz, ya'ni yuqoriga sahifa qaytib qoladi va bu joydan yana osongina ko'rib tahlil qilishingiz mumkin. Qulaygina tahlil qilishingiz mumkin. Adashib ketmaysiz sahifalarda. Yana bir afzallik tarafi, siz masalan tugagan lotlaringiz, ya'ni tugagan qabul qilgan takliflaringiz
shu joyda saqlanib qoladi, o'chib ketmaydi. Birjalarda xabaringlar bor, o'chib ketadi. Keyin qaysi lotda qatnashganingiz, qancha narx berganingizni topolmay yurasiz, eslolmay yurasiz. Bu joyda hammasi mana shu joyda turadi. Shuningdek, ushbu lotlarni kim yutganligi to'g'risidagi ma'lumot onlayn tarzda mana shu joyda ko'rinib turadi, qulaygina ko'rinib turadi. Uni biz oldin qayerdan ko'rardik? Mana bu joydan amalga oshgan savdolarga o'tib turib elektron magazinni tanlardik. U joydan filtr berib turib, lot raqamini terib, poiskni bosib, topib qiynalar edik va topgan taqdirimizda ham u lotda qanday tovar o'ynalganligi to'g'risida ma'lumot bo'lmasdi, ya'ni texnik xarakteristikasini ko'rish imkoni bo'lmasdi. Bu joyda esa texnik xarakteristikasi ham turadi, saqlanib qoladi. Shu orqali siz o'tgan savdolaringizni osonlik bilan tahlil qilishingiz va faoliyatingizni o'rganishingiz ham mumkin. Yana bir tarafi, agarda siz ko'p korxonali rejimni tanlaydigan bo'lsangiz, bu joyda sizni barcha korxonalardan qabul qilgan takliflaringiz barcha platformalararo tugash vaqti eng yaqin qolganini birinchiga qo'yish orqali ko'rsatib turiladi. Masalan, YTTimdan va MCJimdan mana ko'rib turibsizlar, qabul qilingan takliflarni men bir vaqtda o'zida ko'rib turibman. Ya'ni bu joyda barcha korxonalarni ko'rsatmoqda. Agar bir korxonali rejimga o'tadigan bo'lsanglar, bu yoqdan faqat mana shu korxonalari o'zinigini, tanlangan korxonalari o'zinigini ko'rsatadi. Shu bilan takliflar sahifasi o'z nihoyasiga yetdi. Agarda bu sahifa bo'yicha, bu bo'lim bo'yicha birorta savolinglar bo'lsa, videodagi izohlarda bemalol yozib qoldirishinglar mumkin.